Ayolingizga ishoning va uning ham ishonchini qozoning. Har bir ayol o'ziga ishonishlarini va o'zi ham ishonib suyana olishi kerak bo'lgan kishining bo'lishini xohlaydi. Ko'pincha ayolning bu ehtiyoji muammolar keltirib chiqaradi. Eriga ishongan va o'zi ham uning yonida o'zini ishonarli seza olgan ayol erini yanada ko'proq sevadi, hurmatini o'rniga qo'yadi. Eriga ishonmagan va undan qo'rqadigan ayol esa shubha va xavotirli har xil hislar ichida charchaydi. Erkaklar orasida katta-yu kichik har qanday voqeadan keyin ayoliga tahdid etadigan ajrashaman kalimasini tez-tez og'ziga oluvchilar ko'p uchraydi. Alloh uchun menga ayta olasizmi? Ertadan kechgacha ajrashaman deb qo'rqitadigan erga xotini qanday qilib ishonsin? Bunaqa erkaklar ayollari o'zlariga majburan yoki shunchaki hurmat qilishlarini xohlaydilarmi? Bunaqa erkaklar oila ozod bir bog' ekanini his qila olmabdilar. Turmush osonlikcha buzib yuboriladigan narsa emas. Alloh taolo turmushni sog'lom so'z deb atadi va buyurdi: Axir bir-biringizga qovushdingiz va ular sizdan mustahkam ahd-paymon olganlar-ku. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam ham ajrashishni yoqtirmadilar va Allohning eng jahlini chiqaradigan halol narsa ajrashishdir deb marhamat qildilar. Ajrim so'zini ko'p aytib, mahkamaga chiqib, oxirida oilasi bilan ajrashgan erkaklar keyinchalik juda qattiq pushaymon bo'ladilar va bu pushaymonliklari hech narsani o'zgartirmaydi. Ayoliga tahdid qilib, undan boshqasiga uylanishini ta'kidlab, ayolini tashlab ketgan erkaklar ko'p. Bundaylarning ayolining haqqini poymol qilishlari mutlaqo haromdir. Hali ajrashmay turib ularning haqlarini yeyish ularga halol bo'lmaydi. Zotan ular uchun javobgardirlar. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam: barchangiz cho'ponsiz va qo'l ostingizdagilardan so'ralasizlar. Hokim qorovuldir va haloyiq uchun mas'uldir. Erkak oilasining qorovuli va qo'l ostidagilaridan, xotin erining uy qorovulidir. U qo'l ostidagilardan xizmatkor hojasining moliga qorovuldir va u ham qo'lidagilardan so'raladilar. Xulosa: hammangiz cho'ponsiz va o'z hukmi ostida bo'lganlardan so'ralasizlar deb marhamat qilganlar. Ba'zi erkaklarning ahli oilasiga zulm qilishga sabab nima? Ahlining o'zini o'zi himoya qila olmasligimi? Ayoliga zulm qiluvchi har qanday erkak Alloh taolodan qo'rqishi va tavba qilishi lozim. Chunki Alloh taolo zulmni va zolimni yomon ko'radi. Buni bilib qo'ysinlar.